Endi vatandaşlarım ikki og'iz sizlar bilan muhokama qilaylik. Yuqorqi leksiyalarda yirik gaplarni ko'rdinglar. Jungo xususiy qurolliqlarni O'rta Osiyoga chiqarishi mumkinmi? Bugungi 2021 7 ayning 11 kuni Jungo xususiy qurolliqlarni va harbiy qismlarni O'rta Osiyoga chiqarish mumkinmi? Rossiyaning O'rta Osiyodagi manfaatiga ta'sir ko'rsatish mumkinmi? Taliban Moskva bilan aloqa bog'layotdi, boshqa matbuotlar. Beijing bilan qanday aloqa bog'lash mumkin? Yuqorida Rossiya olimlari Taliban Beijingga necha qatim bordi dedi. Mushundaq ahvolasiz bugungi mavzuga nemishqa? Taliban Şinjan chegarasi, ya'ni Uyg'uriston chegarasiga qistab keldi degan mavzu qo'yildi. Mening bilishimcha hozir bu leksiya Amerika ovozi radiosidan tayyorlangan leksiyaning aloqador taraflar orqa ko'rinishi yo'q. Faqat muxbirlarning tahlil xarakterlik maqolasi bo'lishi mumkin. Aloqador taraflarning orqa ko'rinishi yo'q. Muxbirlarning ko'z qarashlarini asos qilgan leksiya bo'lishi mumkin. Lekin shunga diqqat qilinglarki vatandoshim, mushu yerda bir jumla qistiray. Buningdan 20 yil burun Amerika armiyasi, G'arb armiyasi Afg'onistonga kirdi. Uyg'uriston chegarasi qistab keldi degan gap so'z chiqqan edi. 20 yil mobaynida Xitoy Uyg'urlarni mushu holga tushadi. Uyg'urlar hozir jamiyatdan xuddi turmalarga surgun qilingandek, turmalarga qistab elib kirilgandek, amaliyotda shundoq. Hozir Uyg'urlar nazarband qilingan, nazorat qilinadigan va kuzatiladigan tahdid. Xitoy uchun intayin zo'r tahdid ko'rindi Xitoyning nazarida. Hozir mushu ahvolga kelganda 20 yildan keyin endilikda Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi Afg'onistondan chekindi. Endiki gap Taliban Uyg'uriston chegarasiga qistab keldi. 20 yil burun Amerika armiyasi Uyg'uriston chegarasiga qistab keldi. 20 yildan keyin Taliban Uyg'uriston chegarasiga qistab keldi. Orliqda 20 yilda Uyg'urning ko'rmagan kuni qolmadi. Oxiri halokat girdog'iga tushadi Xitoy. Amerika armiyasi Afg'onistonga kirganligi uchun. Bugun endi Amerika armiyasi Afg'onistonda chekinganda yumshtosh, bo'shtosh, siyosatni bo'shtosh u yoqda tursin, endi uning olqib chiqib, hozir eningdan zo'r bir tahdid Xitoy uchun aytgan Xitoyning nazarida Taliban Uyg'uriston chegarasiga qistab keldi. Başta nima deyildi? Shaxsiy qurolliq kishilarni chiqiramiz. Harbiy qismlarni chiqiramiz. Jungoning bu yerga manfaatini qo'g'daymiz. Badaxshonda harbiy baza qurdik. Chorlashdan boshlagan edik. Tojikistonga harbiy yordam berdik. Mushu gaplarning hammasi yuqorida so'zlandi. Hozir O'rta Osiyo harbiylashdi deydi rossiyalik Kroskin. O'rta Osiyo harbiylashdi, demak buningda O'rta Osiyo harbiylashdi degan gap cho'qim masala chiqadi deganlikmi emas. Nima uchun desangiz, bular tayyorlik qilyapti Taliban tarafdan. Endi Taliban o'zi o'z oldiga shaxsiy kuchmi emasmi? Buning keynidagi o'yinni kim o'ynaydi? Gap mana bu yerda. Hozir endi Amerika Qo'shma Shtatlari chekindi, Afg'onistondan chiqib ketdi. Taliban o'z oldiga o'zi xo'ja bo'lib, o'z oldiga o'zi mustaqil bo'lib harakat qiladigan bo'lsa, O'rta Osiyoga cheqilamdi yo'q. Buning o'zi bir gap. Taliban O'rta Osiyoga cheqilsa bexatarlikni Rossiya qo'g'daydi debdi-ku. U vaqt Rossiya qanday inkas qaytardi? Rossiya inkas qaytargandan keyin hozir iqtisodiy kuchini butun O'rta Osiyoni kontrol qilib bo'ldi degan gap. Turkmanistonning tabiiy gazi, O'zbekistonning tabiiy gazi, Qozog'istonning neft va gazi, mushlarning hammasini hozir Xitoy o'zining puli va dollar bir yo'l bir balvoq siyosati bilan allaqachon Xitoyga jungoga bog'lab bo'ldi degan gap. Bularning tabiiy gaz va boshqa tabiiy boyliqlarning hammasi Uyg'uriston orqali mustamlika Uyg'uriston orqali Xitoyga kiradi degan gap. Hozir O'rta Osiyo butunlay harbiylashgan bo'lsa, bu harbiylashning nishon maqsadlari qanday bo'ladi? O oldimizdagi murakkab vaziyat shu hozir o'zibli bunga mundaq bo'ladi, undaq bo'ladi degili bo'lmaydi. Lekin siz biz tilaydigan bir Xudodan tilaydiganimiz 20 yil tortqiliqni tortdi Uyg'uriston Uyg'ur bugun endi Taliban qistab keldi nimaga Uyg'uriston chegarasiga degan gap bilan Uyg'urning beshig'i yana nima balolar kela degan savolni vatandoshim
men sizin aldığınız koydum, hem üzemnin tefekkür, ceryanı elip girdi.